Hamkasblar, bugun demak Guliston tumani 19-maktabdamiz kasbiy rivojlantirish kunida. Demak, hozirgi tajribamizda demak 16-maktabning kimyo biologiya o'qituvchisi Sherali va Dilnoza bilan birga ko'rsatamiz. Demak, bu tajribamizni yonmas qo'l deb nomladik. Bizga kerakli bo'ladigan moddalarimiz demak idishda suv, gel kerak bo'ladi. Demak, o'sha yoqilg'i uchun yonish vositamiz bor. Demak, buni yoqishdan oldin bir kishi berga o'sha ko'pikni oladi. Demak, kerak bo'ladigan moddalarimizda mana osvejitel bor. Qo'limizni ho'llab olib, keyin ko'pikni olamiz. Shunda boyagi yongan paytda qo'limiz quruq bo'ladigan bo'lsa, sal qo'limiz qizib kuyishi mumkin. Shuning uchun ham maktabda yoki o'quvchilar bilan birga ishlar tayyorlanayotganda suvda ko'rsatamiz, batafsil eslab qolishga harakat qilinglar. Qo'limizni yaxshilab ho'llab olib, keyin ko'pikni olamiz. Keyin mana bir kishi yoqib ko'rsatib beradi buni. Demak, hozir mana gelni olamiz, marhamat. Gelni olasizda, solasiz. Biroz chayqatasiz. Qo'limiz bilan aralashtiramiz. Cho'pak bo'lsa yaxshi bo'lardi. Bo'ladi, yaxshi. Xo'sh, endi buni xalaqitmaslik uchun pastga qo'yib qo'yasiz. Men osvejitilda meni bosishni qo'llashni bilaman, siz ham o'rganingizga aytib turaman. Yo'q, qattiq bosmangda. Shoshmang. Bo'ldi. Suv to'lib qolganda-chi ustiga. Ana ko'pikimiz sekin idishni yuzasiga chiqyapti. Hozir bu yerda yo'q. Gazda. Yaxshi bo'ladi. Endi qo'lingizni ho'llaysiz. Yaxshilab. Yaxshilab qo'lingizni ho'llab olasiz. Ko'pikni olasiz tagidan, ko'proq qilib. Bo'ldi, ko'taring ko'pikni. Ko'taring tepaga. Uni sochib yormang-da, qo'lni shuncha yaxshilab ho'llash kerak-da. Qo'lni qanchalik hozir yana bir marta qilib ko'rsataylik. Endi qo'rqmayman, endi qiling. Bo'ldi, ko'proq o'yinglar ko'pikdan. Ko'taring. Yo, siz suv olmang-da. Bo'ladi. Rahmat. Mana. Rahmat hammalaringga. Bo'ldi. Boshdan aytmayman. Mana tayyorlab oldik ko'pigimizni. Endi hozir endi osvejitilimizni solib ko'pikni hosil qilamiz. Ko'pik ko'tarilyapti tepaga. Ko'ryapsizmi? Qo'lingizni ho'llang yaxshilab. Chunki qo'l kuymaydi-da. Qo'l quruq bo'lsa, qo'lni qizitib yuboradi. Osvejitil ancha kamayib qolgan ekanda, osvejitil yangi bo'lsa, mana jarayon gaz ko'proq bo'ladi, jarayon tez sodir bo'ladi.
Qo'y. Qo'y. Yaxshi, zo'r tajriba ekan. Oson ekan, o'quvchilarga qilsa bo'ladigan, ha? Bo'ladi, ko'rsatsa bo'ladi. Qilib ko'rsatsa bo'ladigan yaxshi jarayon.